Meningcha ilohlar o'z nurini sening yuzingda aks ettirib, sana tangdasiz go'zallikni hadiya qilibdi. Acaba sen undaq o'ylamamsan? Buni kiyimlarning ichidan topdik, xonim. Bu yüzer siftining setilish hujjati ekan, xonim. Shamun ismli birisi yüzer siftining maliki setib etibdi ekan. Bu hujjat sening yaningda emas. Bizning saroyda saqlanishi kerak. Bana işinin. Buyruğunuzu kütümen hanım. Yozarsif sana amanet. Onun to'g'ri durust shaklda tarbiyalanishini sana topshirdim. Saroydagi cho'ng kichiklarga qanday muomala qilish kerakligini onunga o'rgatsan. Saroydagi vazifang bu ishning hududidan to'liq chiqa oladiganligingga ishonchimiz komil. Seningchi buni sevgi va hurmat sababidan qildimi? Bu padichi bola bu yerga o'zining nima ishga kelganligini bilmaydi, xonim. Sevgi va hurmatdan hech xabari yo'q. Adabli boladek turmaydi bu. Bu kiyimlarni kiyib, o texmi go'zallashib ketibdi. Osh, uni ochiq oshkora maqtamang, o'zini boshqacha chaqlab qoladi. Ben bilemem. Sen görüvatkan bu öy, Zulayxa ve Potifar'nın en yakın ve samimi dostlarını kütüp algan öyüdür. Bu öyge kiriş üçün biz hazır ötken 7 işten ötüşün gerek. Navada bu işiklerde kalsa, hiç kim o öyge kirenmeydi ve çıkanmaydı. Bu işiklerinin aşkıcı faqatla Potifar'nın en kadirlik ayali Zulayxa'da. Bu yermi sarayımızın tangdaşsız manzarası. Bu yerden Ulug' Nil daryosini xalqancha tomosha qila olaysan. Qarshi tarafda, ya'ni g'arbda o'liklar dunyosini ko'ra olaysan. Men bilaman. Ko'rayotganing bo'lsa, Zulayxaning maxsus xonasi. U bek mag'rur va kibrlik bir eslzoda. Uning buyruqlariga qarshi chiqmaslikqa chuqum ahamiyat berishing kerak. Mangayli. Bu yer Potifar janoblarining shaxsiy kutubxonasi ve aram elish uyi. Potifar Misrning ikkinchi ulug' odami. Uningga boshqalarning va bu yerga kelib ketganlarning qanday egilib salom qilganligini, qanday hurmatlaydiganligini bilishing kerak. U bo'lsa Sufar, ya'ni Potifar janoblarining shaxsiy kutubxona boshqaruvchisi va kitob o'quvchisi. Mangayli. Bu yer Potifar janoblari va Zulayxaning tomoq yeydigan uyi.
Yusuf'ni chuqum qutqizishim kerak. Bir yo'l topsam bo'lmaydi. Yusuf tutqun yoki asir bo'lmasa, qandoq yo'l topsan? Qandaq bo'lsin, u degan bir qul. Hashamatlik saroyning ichida u hech bir qulga o'xshamaydi. Qushning qapizi oltin bo'lsa, yana asir emasmi? Ben Yusuf'ni Yakup payg'ambarga opirib bermigicha bu yerni tashlab hech naga bormayman. Ammo sizmi ko'rdingiz, Misr azizi va ayol Zulayxa Yusufni baki yaxshi ko'rdi ekan. Yakup payg'ambardek emas. Ammo Yusuf'dan ayrilganim uchun ichim bek siqilib atidi. Ammo Malik, Yusuf Misrga kelishni Allohning irodasi bilan bo'lganligini dedi. Bu qatimqi mening eng oxirgi so'z safarim. Sal turib, mollarni tanib Babilga qaytinglar. Bu yer qo'l va xizmatchilarning turadigan joyi. Oni parapanni kepto, oni par kepto. Bularning hammasi Potifarning saroyida ishlaydi. Ba'zilari saroyning nuqtliq yerlarida ishlaydi. Ba'zilari tamaka va kivaz etizliklarda ishlaydi. Shu tapda nurg'ulg'an ishchilar etizliklarda ishlayotdi. Bu uylarning har birida bir oila kishilar yashaydi. Bu yerda yashayotganlarning ahvoli pek nacharkan. Potifar janoblari nima ish ko'ngil bo'lmaydi. Saroy xizmatkorlari va etizliklarda ishlaydigan ishlamchilarning ahvoli buningdan texmi nachar. Biz ularga turdigan yer, qarallik tomoq beramiz. Ularni va bolalarni qo'g'daymiz. Men ularni ko'rib kelsam bo'lamdi. Nemishqi bo'lmoqidek. Lekin Potifar va Zulayxadan ruxsat olishni hargiz unutma. Bular taxtiravan ko'tirish uchun ishlatiladigan qullar. Bu uyda tamaki yog'chida ishlangan qog'oz yasaladi. Fojidar, buni parga sala. Tamaki yog'chida yasalgan qog'ozni xat yozish uchun ishlatamiz. Biz xat yozish uchun hayvon terisini ishlatdik. Bu hayvon terisi ko'p yaxshi. Sen xat yozishni bilamsan? Meni yaratgan egam menga xat yozishni o'rgatdi. Intayin yaxshi. Xat yozishni biladigan bir qo'l egisi uchun tepilmas bir ne'matdir. Kimdan o'rgandim deding? Meni yetishtirgan egandim. U butun tillarni biladi. Ha, bo'ladi. Amsi mangayli.
bu yerda ketdan to'qiladi. Ketdan biz kiyim kiydigan raxtning bir turi. Bu yerda to'qilgan eng inchga nafs raxtlar, podshohlik raxtlar deb qaraladi. Bu yerda faqat saroyda yashaydiganlar uchun raxt to'qiladi. Eng nozik to'qilgan raxtlar Potifarning suyumlik ayoli Zulayxa uchun to'qiladi. Qani mangayli. Bu yerda sapal qochquchilar yasaladi. Xo'jidar, uni pergi sala. At arvalari o'tib ketayotganda bir nechta tal suv turbisi sunib ketibdi. Ularni almashtirib at. Ha, buning o'xshash tur bumi apandim. Ha, nihoyat yaxshi. Sunib ketgan, hammasini almashtirib o'tay. Mana bu yer bo'lsa, yemak-ichmak ombiri. Tonur va oshxona uchun lozimli hamma narsalar bu yerda saqlanadi. Aqlingni yo'qotdingmi? Qarab ish qil. Unutma. Bundan keyin chaqirilmay va savol so'ralmay turib javob berma. Zulayxa kibrlik bir ayol. Ba'zida boshqa saroydagilarga o'xshash rahimsiz bo'lib qoladi. Bu yer bo'lsa saroyning oshxonasi. Har tabaqadagi kishilar uchun o'xshash bo'lmagan tamoqlar pishiriladi. Qo'l va xizmatkorlarning tamoqi ayrim pishiriladi. Saroy xizmatchilari va muhofizachilarining tamoqimi ayrim pishiriladi. Potifar va Zulayxaning tamoqlari bo'lsa texmi alayda tayyorlik bilan pishiriladi. Nimishqa ayrim tamoq etiladi. Hammalar uchun o'xshash tamoq etilsa, texmi yaxshi emasmi? Bu mumkin emas, bo'lmaydi. Potifar va Zulayxani qul va xizmatkorlar bilan o'xshash ko'rsam bo'lmaydi. Tabiiy farqi bor. Bu Yuzarsif. Bugundan e'tiboran u tomoq taqitishda sizlarga yordamchi bo'ladi. U o'qish va yozishni biladi. O'ziga berilgan tizimlikka qarab har bilimdagilarga beriladigan tomoq miqdorini taqsim qilib beradi. Tushundinglarmi? Ko'ryotamsan, sana qanday qarayotdi? Ular bu yerga seni deb shig'ildi. Nimaga qaraysizlar? Qiladigan ishinglar yo'qmi? İşçilerini qılanglar. Bu yer bo'lsa saroyning ibodatxonasi. Potifar bilan Zulayxa boshqa saroy xizmatchilari bilan bu yerda ibodat qiladi. Biz ilahlarimizni bu yerda muhofazat qilib qo'g'daymiz. İlahlar makan va yerga ehtiyojli bo'lamda. Bu intayin tabiiy. Yomg'ir va bo'ronlarda sirti qolmaslik uchundir.
Hocadar Huniper'ge salam. Bizni ko'zdan kechirgili asosan atiganda kelatdi. Bugun emdi kelishingning sababi nima? Yuzarsifni sarayını aylandırıp geldim. Sarayda yaşaydıganlar bilen tanışıp alsın dedim. Neymiş bop ketdi bu yerda? Saraydagi go'harlardan ba'zilari o'g'irlanibdi. Bular sarayning ichiga vazifaga qo'yilgan muhofizatchilar. Hech qaysi e'tirof qilmay, bir-biriga otib qo'yishyapti. Tushunishlik bo'ldi. Berib qarab baqayli. Bu ikkisini saraydagilarga ibrat qilish uchun qamchi bilan urib jazolash kerak. E'tirof qilmasa, jazban shunday qilinglar. Men o'g'irlamadim. Ben shunday aytma. Men o'g'irlamadim. Baxmagan o'g'irlamadim. Azalma Hech o'g'irlik. qaysinglarning gapini uqqanmadim. Bir-birlar kelinglar. Men xato qilibman Uniper. Qandoq tushundiraman? Ko'zim uyquga ketibdi. Hech nimani bilmay qolibman. O'g'irlik yuz bergan kuni men navbatchi emas edim. Meni nimishqi bu yerga akagninglarni men hech tushunmadim. Günahkarni hamon tepib olamiz. Eng yaxshisi hozir gunohinglarni e'tirof qilib, bu ishni tugatinglar. O men yo'q vaqtda navbatchilik qiladigan yerga ketganligini dedi. Men u navbatchilik qilgan yerga bu xato. U yolg'on aytibdi. Men u yerga bormadim. Men o'g'irlik qilmadim. Guvochim yo'q. Lekin ministerning xazina uydan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Menga ishoninglar, men rostlayapman. Shuncha cho'ng sarayda sendan boshqa meni ko'ygidek odam chiqmabdimi? Muhofizatchi xizmat o'rnida hamma narsaga mas'ul bo'lish kerak. Uxlamasliging kerak edi. Sen gunohkorsan. To'limi apsizlanyapman. Meni perni qo'yib etinglar va buni zindonga tashlanglar. Men o'g'ir emas. Menga ishinglar og'irsin. Menga ishinglar og'irsin. Haqiqatan apsizlanyapman. Meni perni sog'-salomat qo'yib etinglar va buni zindonga tashlanglar. Efendim, men o'g'ir emas. Menga ishinglar og'irsin. Efendim, menga ishinglar og'irsin. Meni per, ilohlarning la'natiga uchraysan, ilohim. İlahlarning jazosiga uchraysan, meni per. Nemishqa yolg'on gap qilsan? Efendim, men o'g'ir emas. Qasam qilaman. Men kimning o'g'irlik qilganligini oshkorlayman. Yo'q bolam, bu sening ishing emas. Menga ishining. O'g'irning tepilishini xohlamamsiz? Albatta xohlayman. Lekin sen o'g'irni qanday topmoqchi? Dadamdan o'rgangan. U hukm chiqarishda baqobiliyatli edi. Jazm qila olamsan. Albatta efendim. Sinab baqsangiz bo'ladi. Ma'qul amsa. Men o'g'irning kim ekanligini bilaman. Eng yaxshisi e'tirof qilib, gunohini texmi ig'irlatmasin. Go'harlar o'g'irlangan kuni mening navbatchilik qiladigan kunim emas edi. Men gunohsiz. Men gunohsiz. Men gunohsiz. Guvochim yo'q. Lekin miniperning xazina uydan chiqayotganligini ko'rdim. Menga ishoning. Men gunohsizni bilaman. U hargiz qo'rqmasin. Hem gunohkorni bilaman. Birazdan keyin hamma odam uning kimligini biladi. Huniperdan men ishorat qilgan hamon gunohkorning bo'yniga qilish urishni o'tinaman. Bu mumkinmi Huniper? Men faqat o'g'irni tutishni xohlayman. Tayyormisan, Radomon? Uni menga ishorat qilgan. Men uning ishini bittiraman. Radomon, bu ikkisi bu yerda tizlansin.
ko'zlarini tengib qo'yinglar. Qo'l yog'liq ep kelinglar. Qo'l yağlığınla bağmı? O'g'irga oxirgi qatim fursat beray. E'tirof qilsa, afu qilinadi. Ammo men ishorat qilsam, Radomon darhol uning bo'yniga qelish urdi. Radomon, qilichingizni chiqaring. O'g'il mushu, qilichingizni uring. Yok, yok. Ben itiraf kılay. Ben itiraf kılay. Göherlerini ben uğruldum. Beni affı kılınla. Ben uğurladım. Göherlerini ben aldım. Ben itiraf kılay. Beni öldürmenla. Beni öldürmenla. Buncha tez e'tirof qilishingni o'ylamabdi ekanman. Aferin Yuzarsif. Sana aferin. Buni aytmanglar. Aferin oğlum. Mükemmellik bilen muvaffaqiyat qazanganligini o'ylamabdi ekanman. Senden minnetdarman. Senden ko'pdan-ko'p minnetdarman. Agar sen bo'lmagan bo'lsang, jazoga men uchirgan bo'lardim. Sening gunohsizligingni isbotlash uchun bo'lmagan bo'lsa, meni barni kishilar oldida yuzini tushirmagan bo'lardim. Oncha gunohsiz emassan. Bu qatim yana navbatchiligingni yaxshi qilmasang, eng og'ir jazoga tortilsan. Tushundingmi? Bosh ustiga efendim. Sizdan ko'p minnatdorman. Rahmat sizga efendim. Uludu hamsi Yuzarsif. Ben bilemem. Qaytayli. Hem akıllık, hem parasetlik. Gördün mü? Onu şundak epçilik bilen tozak düşürdü. Hakikaten işeniksiz derecede. Bir balı turup kandaksız bundak çıkılalaydı. Birazdan keyin bo'ynining kesildiganligini bilib, o'rnidan chachirab turib, gunohini itiraf qildi. Yo'q, bo'ynimni kesmanglar. Men o'g'irladim, deb yolvorib, itiraf qilishga boshladi. Yuzarsifning bu aylisi hammalarni behlo hayron qoldirdi. Hech kim unchalik bolaning bu qadar pamparasatlik ekanligini o'ylamagan edi. To'g'risi, men bu qimmatli sovg'a uchun Potifarga minnatdorligimni bildirishim kerak. Yuzarsif o'qish ham yezishni biladi ekan xonim. Bugundan boshlab hech kim tomoqni ortiq olib olmaydi. Yuzarsif har kimning va har bilimdiklarning tomoqini yezligini bo'yicha topshirib beradi. Bir qo'lning o'qish yezishni bilishi egisi uchun cho'ng bir ne'matdir. Sizning Yuzarsif nada tursa bo'la? Texi qaror chiqarmadi xonim. Qaror chiqargudek nima bor? Qullar bilan bilib turdi albatta. Yo'q. Qullar arsa tursa bo'lmaydi. Mushu yerda turish kerak. Tunugin uxlagan uyda. So'rab baqa Yuzarsif, hujrani yoqtirdingmi? Ko'p minnatdorman. Agar ruxsat qilsangiz, men bu saroy xizmatkorlari va qullar bilan birga turishni xohlaydim. Qayerda, kimlar bilan birga turishingni men belgilayman. Tushunishlik bo'ldimi? Bir qulning saroyda turishi egillarga nisbatan haqorat, boshqa qullarning hasadxo'rlik qilishi va isyon ko'tarishiga sabab bo'lib qoladi. Men va saroyning xo'jasi Potifar bu bolni yaxshi ko'rgan ahvol ostida boshqalarning ortiq gapiga ruxsat yo'q. Bo'ldi, ortiqcha talashqim yo'q.
Qani yur. Yuzarsif, oğlum. Mening balam yo'q. Meni dadangdek ko'rgin. Biror ahvol bo'lsa, tortinmay meni izdigin. Rahmat sizga. Bichar dadam. Allah onunğa sabr versin. Ey Kenan'ның böğrüleri, siladın sonra avatı men. Sila neymiş ki cimip gitti sila? Yo'q, o'g'lim. Agar Alloh ularga til bersa, ondin men bilan so'zlashalaydi. Qarg'ina balam. Qarg'ina keldi. Keldi. Dadımız kelyapti. O'rninglardan turinglar. Qarindishinglarni zodi nima qildinglar? Nemişqa cevap vermeysen Levi? Aytdiq-ku, bo'ri edi. Yalgan so'zlayapsan. Bo'ri inkar qildi. Yusuf'un xabar yo'qligini aytdi. Bo'rimi? Dada, bo'ri qandoqsiga inkar qila oladi? Men anladım. Böyle dadam bilan paranlaştı. O Yusuf'ni yemiganligini aytdi. Vaqtni so'zmay, qarindishinglarga nima qilganliginglarni dedinglar. Hech qanday ishni yushirmay rost gap qilinglar. Rost gapni aytdik. Yusufni shu bo'ri yeb ketdi. Töhmet qilmanglar. Nima qilgan bo'lishinglardan qat'iy nazar, sizlar bo'ridimi eshib tushdinglar. Ko'ringlar. Tövbe qilib, rostinglarni aytinglar. Allah həmin adamga fursat berivermeydi. Bulubmu siladek taş yürek insanlarga. Allah'a emanet Malik. Yani görüşemiz. Sana ah yol bo'lsin.
Yuzasifni bu yerga chaqiringlar. Sen bilen bir qancha yil uy tutqandan beri balaliq bo'lamaydiganligimizni tushundim. Ana bo'lish sharafidan seni mahrum qoldirg'im yo'q. İkimiz to'y qilg'ili amdila bir necha yil bo'lgan tursa, biz kelgusida balliq bo'lib qolishimiz mumkin-ku. Bo'libmi, mening Potifarga bo'lgan sevgim balliq bo'lish uchun emas. Buni tushunishingiz kerak. Meni qanchalik yaxshi ko'rdiganligingni men bilaman. Sening bu sevgingni mukofotlash uchun Yuzarsifni sana sovg'a qildim. Bundaq aqlliq bir balaning seni xushal qila oladiganligini bilaman. Sizning sevgingizdan boshqa hech narsa meni xushal qilolmaydi. Sizning sovg'ingiz bo'lganligi uchun Yuzarsifni qabul qildim. Navada bir kuni balaliq bo'lib qolsak, Yuzarsifdek go'zal va suyimlik bo'lam. Balkim. Meningcha uning o'xshash aqlliq va bilimli bo'la oladiganligi aniq. Sen uningga zodin nima qilib berding? Seni buncha valla ta'riflab ketgudak. Güher o'g'risini qanday oshkorlaganligi har kimni hayronlikda qoldirdi. Shundaqqa, qani o'ylab baxmamsiz? Efendim, sarayning hamma yerda Yuzarsifning aqlli ekanligi so'zlanyapti. Hammaydan Yuzarsifning minfarni qandoq zindonga tashlaganligini so'zlashyapti. Texi tunji kunila Zulayxaning balasi bo'lishga loyiq ekanligingni isbotlading. Öz qo'lg'im bilan angladim. Ular uni bal qilib oldiganligini deyishyapti. Zulayxama? Zulayxa uni bal qilib olishga qo'shildimi? Bir narsa demedi. Ammo u qo'shilganda qiladi. Ba'zi gap so'zlarni angladim. Neymiş bo'ldi? Faraz qilishimcha, cho'qim Yuzarsif haqida. Yuzarsifni baliq qilib beqib oldigingiz rostmi? Bu yaxshi tanlash emasmi? Ammo u bizning an'analarimizga haqorat. Yuzarsif bir yolg'onchi. U tuvan tabiqidan kelib chiqqan sizdek isilzodlarga hech yarashmaydi, xonim. Yuzarsif o'g'lim bo'lganida umi cho'qim oliy martabaga ega bo'ladi. Ansirma. Undaqda siz ega bo'lgan ishonch va shuhrat nima bo'ladi? Omunning dushmani va Misrning e'tiqod sistemasiga qarshi chiqmaydiganligini siz qanday bilasiz? So'zlaringdan hayron qoldim. Bilamsan, Karimama. Osonlik bilan yaxshilik ba'zida birlashib ketadi. Bu xiyollaringizdan voz keching, xonim. Bu sizga munosib emas. Men qaror qilib bo'ldim. Mening ko'nglimni yerim qildigan gaplarning o'rniga menga yordamlash. Undaqda ruxsat qiling, oxirgi so'zimni aytib olay. Bugun Omun tuprog'idagi sehrgarning yeniga berib, Yuzarsifning aloyliklarini uning aytib berdim. Nima deganligini anglab boqamsiz. Bu bala Zulayxaning dushmanidir. Uning hayotini vayron qiladi. Uni ilohlardan yiroqlashtirib o'tadi dedi. Sehrgar, kelgusida sizning boshqa bir ilohga ishindiganligingizni so'zildi, xonim. Bu quruq gaplarni sana kim dedi? O tek kichik bir bala. Buningdan keyin unda qalayimqan gaplarni qilg'uchi bo'lma. Uni xohlagancha tarbiyalayman.
Әдіден başlap Yuzarsifni yenimga әкел. Onunğa Misr xalqining an'analarini va qoida usullarini o'rgataman. Onunğa sen mi yordamlashsan? Men faqat siz uchun andish qilyapman. Bunda qilsangiz itoat qilaman. Ammo Karim amma ogohlantirma deydiman. Potifar janoblarning tomog'ini epetkil keldim. Yuzarsif kelgicha tomoq berilmaydi. Tomoqlarning tarqatilishiga u mas'ul. O'zini yaxshi ko'rsatishda u g'alaba qildi. Potifar va Zulayxa uni beqilishni xohlaydi ekan. Keninglar yeninglar. Sarayga tava kishilarning soni Yuzarsifga berildi. Her kimge ve her bilimge Yuzarsif belgilengen miktarda tomoq beridi. Növbetçilerinin tamığı 20 kişilik. Girmek istek. İbadetxonada 5 kishi tursa, nemishqa 20 kishi qolsizlar. İbadetxonada ilohlar tomoq yemaydi ekan. İlohlarmi tomoq yemda? Yo'q, yemaydi. Lekin muqaddas bo'lganligi uchun qullarning tomog'ini ularga sovuq qilish kerak. İlohlar sovuq bo'lgandan keyin u tomoqlarni kim yeydi? Undan keyin kahillar va bizga tava. Undaqda ibodatxona kahillari 4 qachidan tomoq yeydi ekanda. Bu sebepten ibadetxona kahilleri ameylendirsiniz. Saray xizmatchilari yetarlik tomoq topolmayotsa, ibodatxonaning kahillari va yaqinlari ularning barkitida ozroqdan samirib turadi. İlahlar tomoq bersiz qandoq bo'ladi? Qandoq bo'ladi? Tomoq oshqozonda ichib qolmamdi. İbadetxona xizmetçilerden xijil bo'lmasanlarmi? İbadetxona ilahlardan xijil bo'linglar. Bu xotin Yuzarsif ishlab beradi. Qarab turinglar. Buningda ibodatxona kahillari va xizmatchilari deb 5 kishi kezilibdi. Ibodatxonaga buningdan ko'p tomoq berilmaydi. Bunun sen bilen münasebeti yok. Biz her vakit 20 kişi tomoq alattık. Bugun xohlagancha beringlar. Bu masalani Hunipar hal qilsin. Qaranglar ularga. İlohlar va kahillarga bugunga qadar hech kim qarshilik bildirmagan edi. Sana apirin. O'tgan kunim o ibodatxona kahillari masxaraga qolgan edi. Sizlar bu balaning Niniparni qanday ixro qilganligini ko'rdinglarmi? Balki qiliq bola ekanmi? Shundoq. Uni bir keldi. Qandayroq ketyotdi? Birorcha tashiqmagandi. Yo'q efendim.
Yuzarsif ibodatxona xizmatkorlari bilan gap talashib qoldi. Ularning tamoqni ko'p elib olishiga qarashtirmoqchi bo'ldi. Karimamamo buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Meningcha Kahilla va Karimama bu bolaga ziyonkashlik qilishi mumkin. Potifar janoblarining tamoq tayyor bo'ldimi? Al, mangayli. Sen mi kel Yuzarsif? Ularning tamoqini burunga o'xshashli berivergan. Mangayli. U yerda bo'lgan bo'lsangiz, bizni qanday bo'lsa qolganligini ko'rgan bo'lardingiz. Saray xizmatchilarimi uni bo'lishdi, efendim. Potifar sarayliklarning tamoqini taqitish uchun bir bolni xizmatga qo'yibdimi? Uni vazifaga qo'ygan o ne par? Ularning ilohlarimizga ishonmaydiganligi intayin aniq, efendim. Agar shunday bo'lsa, qandoqli qilsam uni bo'sh qo'yib o'tmayman. Sizlar ansirmanglar. Hozirli berib, Potifar va Zulayxa bilan so'zlashiman. Yuzarsif. Sen chaqiryapman. Qani sen? Mimi sabo. Nim bo'ldi? Sen bizning ilohlarimizga ishonmamsan? Nim demoqchi edim? Bir oz ilgari Koin ibodatxona xizmatkorlariga agar sen bizning ilohlarimizga ishonmasang, seni hayot qo'ymaydiganligini aytdi. Agar mening Rabbim xohlamasa, menga yetish bo'lmaydi. Savolimga tek javob berdim. Men itqatsiz emas, faqat Alloh qilib ibodat qilaman. Qaysi ilohni deyapsan? Sening Rabbing va mening Rabbim hammamizning Rabbi birdir. Menga qanoatlangidek javob bermeding. Rabbimning seni meni qutqizish uchun avatadiganligini bilaman. Mendan so'rayotam sen? Yo'q. O'zim bilan paranglashyotaman. Bo'ldi, hech yo'q, hamda ketgan. Mening bilan birga o'ynamsan? Albatta, xushallik bilan. Diqqat qil. Yiqilib tushmagin yana. Qarawatamsiz? Bütün saray xizmatchilarining uning bilan birga bo'lib kahillarni qanday mazaq qilganligini bildingizmi? Qandaqsiga bir kichik bola saray kahillariga qarshi chiqa oladi? Hech tushunmadim. Kahillar ilohlarning nomida tamoq etib yeydiganligini aytgan edi. Men bu to'g'risida uning bilan so'zlashaman. U Amunga ishonmaydi. Uning boshqa bir ilohga ishonganini nihoyat aniq. Potifar janoblari saqlayotdi. Tamoq vaqti bo'ldi, xonim. Bu balani tizginlang. Agar ibodatxonadagi kahillarning ochchig'ini keltirib qo'ysa, o'zining hayoti bilan o'ynashgan bo'ladi. Aferin. Halts bo'pti. Bek mazzilik bo'pti. Uzun bo'ptikan bundaq tamoq yapaqmag'ini. Buningdan ilgirimi yegan tamoqingiz mushu janoblari. Faqat xushal bir qalb va sadoqat qo'shimcha qilindi. Tushunmadim. Xo'shallik va sadoqat sababidan tamoq buncha mazlik bo'lib ketdimi? Bu efendimiz va suyunlik ayolning xiyolidir. Bizga iltifot ko'rsatib aytyapsizlar. Bu sevgi ve sadakat ilgiri neymiş ki yok edi.
Çünkü bunun da ilgili Yuzarsif yoktu efendim. Yuzarsif, sen sehrgarlikni biladigan o'xshaysan. Hech kim bu ishlarni boshqacha tushundiranmaydi. Ya hanım. Men sihirning nimaligini faqatli bilmayman. O sevgi ve muhabbet yolu bilen bulanı kıptı. Onun sehirge ihtiyacı yok. Erteden başlap o hem aşkhanımızda hem dosthanımızda bolsun. Potifar'ın dosthan hizmetkarı buluş için hakikaten bekler içtim. Neçe yıl pul buldum. Potifar'ın köngül bilişiga erişiş için en ağır işten kılışkı mecbur buldum. Ama hazır bir bala, bir padichi bala hem işini yok kıldı. Endi ben qanday qilish kerakligini hiç bilemedim. Yuzarsifning gunohi yo'q. Qarorni Potifar chiqadi. Yuzarsif Potifarning qaroriga qat'iy qarshi chiqamaydi. Qanday qilaman endi? Meni issiq cho'llarga va yoki tosh uchoqlarga ishlashga avatish mumkin. Meningcha sen Yuzarsif bilan paranglashqin. Potifarmo eski odam emas. Balki biror amal topilib qolar. Dasturxonni yig'ishtiringlar. Bu yerda qarab turguncha yordamlashsangchu. Bundan keyin Potifar janoblarning dasturxoniga Yuzarsif mas'ul. Mening aralashishga haqqim yo'q. Seni kapıkıdak bir iş kıldın mı? Rastlığı bilmedingmi? Senin kelishing bilan mening xiyollarım yo'q bo'ldi. Koshki bunday martabaga erishish uchun qanchalik ko'p tirishganimni bilgan bo'lsang eding, menga ichim og'rigan bo'lardi. Uni etizlikqa yoki tosh o'choqlarga avatib etish mumkin. Allah beni kaçırsın. Özümü bilmeysini rencitkinim için beni kaçır. Bunun ornunu toldırış için kolumdan kelganini qilaman. Zulayha bilan paranglashman. Kufa hazratlarining menga deydig'ini bormi? Meni ahmoq qilatamsizlar. Mush yoshga kelganda ibodatxona uchun bir bolaning qaror chiqargan kunni ko'ramdim. Meningcha ba'zi gaplar bek mubolag'a qilib aytilibdi. Bu bola bir kelgindi. Qilayotgan ishlari uning ilohlarimizning dushmanlaridan biri ekanligini aniqlik ko'rsatib turibdi. Uni Misr Azizning saroyidan yiroqlashtirgan xonim. Tushundingizmi? Yuzarsif kichik bir bola. Ilohlar qanday dushmanlik qilishni bilmaydi. Ilohlarni qanchalik yaxshi ko'rdiganligimni bilasan. Xotirjam bo'l. Tanrılarımның düşmeniga sarayimda o'rin yo'q. Siz Amon ibodatxonasining ilohalarining birisiz. Bu sababdan hammadan bak siz ham qo'rlik qilishingiz kerak edi. Yuzarsif na ilohlarni tunisin, na ibodatxonani bilsin. Bu ishlarni Potifar janoblari bilan so'zlashgan yaxshi. Ma'qul. Efendim, saray xizmetçilerinin qanchalik tomoq yeydiganligiga bir bolni mas'ul qildingizmi?
Yuzarsep biz bergen tizimlikka qarab, tamoq taqtish xizmatini bijirib Biz uning o'qiy oladigan, yoza oladiganligidan foydalanmoqchi bo'ldik. Hammasi mana shu apandim. Hamsi nimishqa ibodatxonaga borgan tamoqqa qarshilik qildi. 5 kishilik tamoqning o'rniga 20 kishilik tamoq og'ashqa ish uning diqqatini tortgandi. Bizmi shunday qilamiz albatta. Yuzarsep faqat mushunga e'tiroz bildirdi. Biz ibodatxona va kaylaga qarshi chiqmadik. Biz hech qachon unday xiyol qilganimiz yo'q apandim. Uning qilgani to'g'ri. Ola bir balning diqqatini torta olmaydi. İbadetxana ishlaydiganlarning va ilohlarning tamog'ini birlikda olmoqchi bo'lgan. İbadetxonada ishlaydiganlarning ham ilohlarning tamog'ini elib olishni sizlarga kim buyurdi? Nimishqa ibadetxonadagilar seningdek semiz? Boshqa xizmatkorlar urug' va ojiz bo'ladi. Nima uchun? Janoblari bizni qo'l va xizmatkorlar bilan aralashtirib atadi. Biz bo'lsak, Tangrilarning tangrisi Amonning xizmatkorlari biz, efendim. Bu sarayda ishlaydiganlarmi Amonning qo'llari va xo'jalarining xizmatkorlaridir. Shunisi aniqki, bu sarayning xizmatkorlari egilarini rozi qilish uchun qo'llaridan kelganning hammasini qiladi. Ammo ibodatxona xizmatkorlari egilari uchun hech qanday ish qilmaydi. Faqat va faqat yap ishtishni biladi. Men bularni Amon ibodatxonasining ulug' koini Ankmao'ga dokilat qilaman. Yuzarsifga bo'lgan amroqligingizni tushunaman. Ammo bu sababli ibodatxona koinlarini ranjitmasligingizni umid qilaman. Yuzarsifning sababidan emas. Orada bilan ibodatxona o'tirsida xili burunla surkilish bor edi. İbadetxona koinlarining beshimizda turib olib, buyruq talabimizni so'zlashtirib ko'z yumg'ib bo'lmaydi, xonim. Ularga bo'lgan farqli muomaladan ajablanmayman. Faqat Amon ibodatxonasining ilohasi bo'lish sifatim bilan Yuzarsifni Amonning dushmani emas, balki sodiq qullardan bir qilib yetishtirman. Ansiraman. Amon ibodatxonasining ulug' rahibi Ankmao'ga salom. Qani so'zlab baqa, gapingni anglab baqay. Efendim, meni Potifar sarayidagi ibodatxonada ishlashdan boshqa yerga o'tkazishingizni talab qilish uchun kelgandim. Nim bo'ldi? Nemish qundaq deysan? Potifarning sarayida Amonga va ilohlarga xiyonat qilinmoqda. Hech qaysi biri tangrilarga ishonmaydi. Bo'libmi Potifar? Hech qaysi biri ishonmaydi. Menga texe javob bermading. Zodi nemish bo'ldi? Yuzarsif ismlik bir bola Amonga va ibodatxona xizmatkorlari qarshi chiqyapti. Hammalarni bizga qarshi kuch kiritibdi va qarshilashyapti. Men Potifarning sariga qaytmayman, efendim. Tushundingizmi? Bizga qarshilashyapti. Seni kichikkina bir bola mushuncha bola qo'rqitibdim, ha? Men Potifar va Amon ibodatxonasining asli dushmanlarini bilgan o'xshaydi debdiman. 10 yoshlik bir boladan shikoyat qilyapsan, numus qilmay. Ammo u odatdagi bir bola emas. Og'zingni yum. Bo'ldi, so'zlama. Sen sarayni tashlab chiqmasliging kerak edi. Hech kim ahvolni bilmasdan burun darhol qaytib ket. Bu yerga qaraganda Potifarning sarayida turganingning
Bizga jiq foydasi bor. Biz Misrning kuchli hokimi Amun Hutabining huquqini kengaytirishga tirishib ulug' kohinlarimizdan biri bir kichik bola bilan petishmay qechib ketdi. Faqat ishongim kelmayotdi. Buni qandoqmi qilgansan, ha? Qayt, bu yerda seni ikkinchi ko'rib qolmay. Nimandaq chiroyliq, Nimandaq go'zal. xuddi farishtaga o'xshaydi ekan. Farishtaday pok. Farishtaga o'xshaydi ekan. Farishtaga farqsiz. Bek go'zal ekan. Bek go'zal ekan. Nimandaq chiroyliq. Nimaga qarab tursizlar? Tomog'inglarni olmamsizlar? Güzel ve renglik bir dastıxan. Sen tızdın mı? Tiyamindan o'rgandim. Yuzarsif haqiqatan aqlliq. To'g'ri aytsan. Yuzarsif o'rganganlarini haqiqatan mukammallashtiribdi. Dastıxanımızın güzelliği hakikaten iştahimni açtı. Özüm yalnız bir filni yaratıdığandan kılımen. Rahmet sana Yuzarsif. Aras, sen hikaye kitaplarını okuya alamsan. Shundoq, yana texi dadamdan nurg'un hikoyalarni anglagan. Naat yaxshi. Bundan keyin sen bana hikaye o'qib bersan. Hikoya o'qib beramda. Bilamsan Yuzarsif, efendim Potifar uxlashdan burun davomli hikoya anglaydi. Bana hikaye o'qib berdigan kutubxonachi meni ancha jalb qilolmaydi. Javob bermaysan qo'y Yuzarsif. Kechiring efendim. Sizga kitob o'qib bergan kutubxonachi qanday qiladi? Sufarmi? Boshqa bir ish qila. Men texi boyla u yoqning ishini oldim. Endi Sufarga ish tepirishni xohlamayman. Sizdan bir ishni o'tinsam bo'lamdi? Sening bu oq ko'ngilliging meni sana texmi amroq qilyapti. U ya va Sufarning boshqa ishlarni qilishini demakchi shundaqmi? Shundoq.